Assalomu alaykum ukalarim, xudo xolasa qarshilarda Labo. Akalarimiz bizani YouTube, Instagram tarmoqlarida muntazam kuzatib borar ekanlar va ishimizga havas qilib, mana xudo xolasa tashrif yurgandilar. Akamiz ishlarini tez muddatda va a'lo darajada qilib bitirib berdik. Xudo xolasa sizlarga shuni obzorini qilib ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bortli tentli furgon bo'lgan. Balandliklari pol qismidan tom qismigacha, tashqari qismi 1.65 bo'lgan. Hozir men sizlarga old tomondan ko'rsatib o'taman. Kabinasidan taxminiy hisobda 57-60 cm alohida chiqib turgan bo'ladi. Akalar, tentlarimiz har doimgidek koreyskiy tentlar bo'ladi. Buni tarangligiga e'tibor qilib qo'yasizlar. Misol baraban, choklariga e'tibor qilinglar. Suvga, namgarchilikka chidamli iplardan tikilgan tent tikish mana shunaqa bo'ladi. Ba'zi bir akalarimiz video qilishibdi, shuni ko'rishsin mana. Xudo xolasa, albatta hammasi Allohning fazli bilan. Mana orqa tomondan ko'rinishlari. Kechqurun yurganda atrijat qilishlik uchun atrijatni nakil-ekalar bilan birgalikda qilib berganmiz. Akamizga Xitoy furnitura ma'qul bo'lganligi uchun o'zlari xohlagan shu ruchkani qo'yib berdik. Ichki tomoni bitta ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Akalar, nima deyapti ichkari tomoni mana. Presovniy birinchi sort rossiyskiy faner bilan обшиват qilib berganmiz. Oldi, ikki yoni va pol qismi 6 mm lik bo'ladi. Patologiya eshigining ichkari qismi 4 mm lik bo'ladi akalar. Orqa tomonlariga mana kechqurun orqadan kelayotgan odam ko'zini olmasligi uchun matoviy nerjivekadan bamferlariga обшивка qilib berganmiz akalar. Bu yoq tomondan ko'rinishlari mana. Kalsiolari bilan birgalikda va eshigini ochib yurishga ma'qul kelgan holatlarida fiksatorlar bilan mana qilib berganmiz. E'tibor qilinglar. Yangi yo'l brendiga tegishli bo'lgan yashiklarimiz, oldingi yashiklarimiz eski videolarimiz ko'rgan akalar bo'lsa bilishadi. Mana krishkasi nikel nerjaveka bo'lardi. Buni biz qora qildik xudo xolasa. Ichki tomonni ochganingizda mana sizlarni ikkita xona kutib oladi. Biri akkumulyator uchun, ikkinchisi mashinaga kerak bo'lgan yuklarni solib qo'yishlik uchun. Yopilishlari ham juda ham ajoyib, o'zining maxsus qulf kalitlari bor. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da sifatli va bundan da chiroyli xizmat qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.